Assalomu alaykum. Xush ishqibozlari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Hop, bugun videomiz Namangan viloyati. Namangan viloyati, Namangan shahar, Remeke shu bozoridamiz inshaalloh. Chekkadan syomkalarimiz boshladik. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like va share chiqasiz mana. Bugungi chizlarimiz 2025-yil 15-iyun haftaning yakshanba kuni. Har yakshanba bozorimiz bo'lib o'tadi. Qo'ldan kelgancha inshaalloh bir qushlarni obzorini qilib beramiz. Narx-navolarni to'liq yoritib beramiz. Faqat sharti obuna bo'lasizlar, like bosasizlar, kommentariyada fikringizni qoldirib qo'yasizlar. Bizni kim qaysi viloyatdan kuzatyapti? Shuni ham yozib ketasizlar. O'zingizga qush bozori narx-navolarini bitta solishtirib qo'yasizlar kommentariyada. Sababi biz videoni chiqaryapmiz. Obunachi ko'paymayapti. 90% odam obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Obuna qo'yish tekin-ku, like tekin. Sizlardan pul tushmaydi. Prosto obuna qo'ysani bo'ldi. Hadeb reklama chiqadi, sizlarning bo'shinglarni qo'tirmaymiz. Xo'p, bo'lmasam sizlar uchun boshladik chekkadan obzorini. Xo'p. Amedinka shapkalar bor ekan bu yerda asosan. Tozasi inshaalloh bitta buni ham bilib beramiz narxlarini qanchadanligini. Faqat sizlardan like bossani bo'ldi. Amedinkalarimiz. Hozir qurbini bitta obzorni qilaylik-da, keyin narxlarni bitta bilib beramiz. O'rtasini bu yerda ko'p qaysi birini aytishi bilmayman, shuning uchun eng past bilan eng balandini aytib ketaveramiz. Hisobini chiqazib olaveramiz shunday. Bitta gapni o'tib ketaveramiz. Oldin bir qurbini ko'rib oling qushlarni. Mana kanar ekani. Maza ekan chiroyli ekan. Qaysi viloyatdagi narxlarni ham yozib ketasizlar. Biz bilmagan narxlar bo'lishi mumkin. Hop, o'zim uyimdagi ham qushlarim ham bor. Bundan ham sotibman. Maladoylarni sotyapman ehtiyot. Shunaqa shapkaligi ham bor ichida mana. Shapkalilarga o'xshaydi. Shunaqa shapkaligi. Prostoy ham bor uni. Prostoy emas, endi o'sha shapkadan chiqqan xon suradi. Shunaqalar ham bor ehtiyot. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammadinki Popugaya maladoylar 2 oyliklar. Hozir buni bitta beydan har xilidan bor. Ruchnoy so'raganda kimdir? Bulardan ruchnoy bo'ladi, o'zi nomerlarni qo'yib ketaman. Ruchnoy kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Asosan bilan hammasi ko'pigan. Alo. Hozir endi bitta buni narxlarini tanishtiramiz endi, bitta narxlarini. Hozir bunda ko'pigaya modasi qimmat bo'lib qoldi. Nari arzon bo'lib, moda qimmat bo'lib qoldi. Bu ham qara, mana qarang, TV'ga chiqib flashini. Qarallar, ichib qarallar. Qarallar. Oqla 200 ming, mana bu 150 ming. Oqla 200 ming, Dubai 200 ming ekan, nariga 150 ming so'mdan ekan. Shularda eng oxirgi narxlar, balkim kelishgan qo'llar, kelishtiradigan joy bordir balkim. Gaplashasizlar. Hop. Yangi chiqdi mana babichkalar, yangi uydan chiqdi, maladoy ekan. Shu maladoyni ham bilamiz hozir. Ko'pgalarni chiqaman, ko'pga. 110 ming. 110 ming so'm, hepsi aralash hammasidan ichida 110 ming so'mdan ekan bular. Bozorlarimiz o'zi vahşi, qushlarimiz sero.
Kelaverasizlar oladi bo'ldi. Orqalarda shuncha, bir kishi keldi shuncha odam orqalarda. Qiziquvchi ishqibozlar hammasi bilan. Men o'zi avjiga chiqib o'tibdi bozorimiz. Hamma yoqda keldi-ketdi. Hop. Karella Dubai 200 ming so'm donasi, nari Prastor 150 ming so'm, sariq pepchilarni aralash ular 110 ming so'mdan ekan. Biz mana Popagay bilamiz. Popagayni chiqib boshla. Hammasini oldim. 5 ming. Mesela Popagayni chiqilmani boshla. Bilan assalomu alaykum. Charchamat turibsizmi? Bitta da eng past bilan o'rtasini aytib ketaylik o'zlari. 130 ming jupa. Jupa 130 ming. 70 ming, nari 60 ming. 70 ming, 60 ming. Beydagilarcha abi. Razellar bor. Razellar bilan pepchi bo'ladi. Ha, 1 million 600 ming. U qizillik sinar, salatli simon. Nargan 1 million 600 mingdan ular. Pepchilar 650 ming, 500 ming. 650 ming, 500 ming. Hop, beydagina babichkalarcha. Babichka maladoylar 100 ming. Maladoylar 100 mingdan babichkani. Hop. Amedinkan so'rashdi bog'da. 150 ming so'm. Hop, Amedinka 150 ming so'm ekan. Hop, beyda angorka bor ekan, angorkalarni chiqillar. Malla qaysi bu? Prastor 160 ming. 160 ming so'm. 160 ming so'm. Babichkalar, beydagilar buni chiqildan bilan. Narlari 120 ming, modalar 150 ming. 150 mingga 120 ming. Hop. Razellar 1 million. Numeringizni aytib qo'ying. 99lik 077 5990 dastlabkilar bo'ladi-mi bunda? Xudo xolasa. Toshkentga bor, vodiy. Toshkentga bor ekan, vodiyga bor ekan. Dastlabki aloqaga chiqar ekanlar. Xo'p, Amedinka 150 ming ekan, parasi, donasi 75 ming so'mdan. Buni keyingilardan ko'ramiz. Bular nomerlarni qo'yish shart emas, unchaki bularniki manzaraga. Voy podda. Charchamat turibsizlarmi? Bularniki manzara nomer shart emas bularga. Shundoq ko'rsatib ketaveramiz. Kimdirga bergan ekanlar, oldingi odamga nomer qo'ygan ekanlar. Kechasi ham telefon qilib bezor qilishgan ekan, shuning uchun nomer qo'yish shart emas bularga. Narxini nechpul bilani? Birinchidagi nechpul bu? 500 ming bo'ladi. Jupa 500 ming. Feletri? Feleti 500 ming jupa. Pepchi maladoy. Pepchi maladoymi bu? 600 ming, maladoy 600 ming so'm ekan. Nemis Chexna jupa Chexcha 350 ming. jupa 350 mingmi? Ishlaganmi bilan? Urug'otka. Urug'otka ishlagan 350 ming so'm ekan jupa. Pepchicha? Yo'q, sizdan emasmi? Pulini chiqing. 900 ming, jupa 900 ming so'm ekan. Pepchiniki. Hop, sizga nomer qo'yamizmi yo shart emasmi? Nomer qo'yamizmi sizga? Telefon nomeri ayting. 50 bilan akamiz nomerlarini qo'yib ketaman, aloqaga chiqaverasizlar. 589 09 98 0998 aka. Bormi uyda yana? Bor aka. Narxini nechpul buni? Atlasmi 800 ming so'm ekan. Bunisi birinchisi 900 ming, mana 800 ming so'm. Atlasmi. Bucha? Senegal. 150 dollar. Bu ruchnoy emasmi? Sayrog'i bormi buni, yaxshimi? Ochganmi oldi, ishlaganmi? Hali tuxum qo'ymagan sanda. Nari uchib ketgan ekan, tuxum qo'ymadi, 150 dollar ekan. Bunisicha? Jupa 1 yillik ajrarkan 2 million 200 ming so'm ekan. O'zicha maladoy bu. Razellecha. Yoshroq bu ya.
Hop, 1 milyon 800 ming so'm bunisi 2 milyon 200 ming so'm. Bu katta pora ishlagan. Tuxumga harakat qilaveradimi bu? Xudo xolos tuxumga harakat qilaverar ekan. Bu tayyor ekan, katta ekan. Uchi bu atlasnoycha. Arjeli hop. Katta pora $100 ekan, mana shuni o'zi. Buchi. Hop. $150 bunisi. Hozir noyob roka, unar aka, $150 aka. Telefon nomer qo'yamizmi o'zingiznikini? Telefon nomer qo'yamizmi? Telefon nomer bularga oldin qo'ygan ekanlar, kimdir telefon qilib yarim kechasi bezovta qilgani uchun nomer qo'yishmagan ekan. Hozir men narxlarni tanishtirdim-ku, prosta nomer yo'qligi uchun iloji yo'q. Ha, bular nech pul ekan bular? Bular sandanmi? Jupi 250 mi? 750 ming ekan, sariq bo'sh qizillar. Jupi 750 ming so'mdan ekan. Popugala, linka bu, linkalar mana. Hormona. Qancha turibsizlarmi? Narxini ichib bilmayman narxi. Chekadan popugala bu, hammasi asosan. Popugala bozor asosan. Hop. Minchliklardan ko'ra oluvchi mana bu. Bularda asosan shunaqa qoni toza zotlilar bo'ladi. Bu yerda hop 5 ta ekan. 5 ta atlasni addenni ekan, u bitta ekan. Bu 5 ta mana oqidan bor ekan. Chiroyli ekan bu. Bu yerda 2 ta ekan bundan. Hop, bular narxlarini bitta xudo xohlasa hozir bilamiz. Mana kattasi ekan, mana birinchilar kattasi. Asosan bularda shunaqangi toza qoldilar, xudo xohlasa. Hozir bitta narxlarni to'liq yoritamiz. Bir o'qib o'tolamiz shuni. Bitta bilan bilib olamiz. Haqda qorong'i tushib qoldi-da sal. Hozir bitta bilan narxlarni xudo xohlasa. Assalomu alaykum. O'yla tinchmi? Kattalardan chiqib bilmayman, kattalar. $700 beramiz. $700. $700 ga beriladi. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman. Garantiyali, xudo xohlasa. Hop, kichikroq bor undan ko'ra, kesimi kichikroq. Ha, kichigini chiqar. $250. Ishlaganmi bular? Ana o'zimni uyimda bolalarga garantiyali. Mana siz sotib olganmiz 200 ga beramiz. 200 ga beriladi, buni sotib olingan, bilinmaydi bular. Mana uchi bu, katta. O'zimizda bolalarga 700 ga beramiz. 700 ga beriladi, ishonarli, xudo xohlasa. 4 para bor, tanlovlar. 7 para edi, 3 para ketdimi? Yo'q, tanlovlar o'yda bor. Bormi? Ha, hammasini hep chiqilmagan bor, tanlovlar. Vallah o'lishaveradi. Bular nech pul? Jupi atlasini o'yla. 300 ga beramiz rubellar. Rubellar $300. Yo'q, 3 million. 3 millionga beriladi. $250 beramiz. $250 bo'ladi. Jupini berilaveradi. Ishlagan bular. Yangi para, alohida. Alohida yangi para. Keyingisicha bag'dagilar. Yo'q, hammasi bu yerda yangi para. Bu yerdagilar yangi. Mana qizi, mana granatli, mana bilan jupaga sotib olib buzib qo'ydi. Addini qilib qo'yildi. Rangini bir xil. Rangini bir xil qilib qo'yilibdi. Xo'p, serobgarchilik xudo xolasa bor. Uyda bor yana serobgarchilik. Ha, bor. Bor, aloqaga chiqishaveradi. Nomer qo'ydim. Maladoylar ham bor. Maladoylarni chiqib men ko'rdim bittada o'zi. Bir partiyada 5 ta chiqqanmi bu? Ha, hammasi bitta. Bitta bo'layotgan mash, 5 ta chiqqan ekan ana mash. Bu pulini chiqib. Bo'ladi 700. Ha, 5 tasi. Donasimi? Donasi 700 ming so'mdan ekan buniki. 3,5 millionga berilar ekan mashina. Lekin yaxshi narsalar, xudo xolasa. Xo'p. Telefon nomeringizni ayting.
97'li 146, 43, 43. 97'lik 146, ikkita 43. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xohlasa. Bozoringni bersan, charchamani. Hop. Sovuqxonaga mana vash bozorda mana ish qilyapsizlar-da. Ha, ustoz, voy sovuqxonaga. Ha. Vash bilada postoyanniy mashida chinchiq ko'tarib, assalomu alaykum. Omonlaydi. Ha. Bismillah oldingiz seni. 50 mingda. Qanaqa malada? Yosh bola, qiynab mazasini qochirib, dumlarni yurib olgan aka. Rahmim kelib ozgina yordam qilaydi oldimda. Savobgarchilik ko'psta malada bo'lmasa bu katta. Katta qush qiynab qo'yilgan. Kasal qolmabmi ish qilib? Kasal ozgina davolaymiz. Davolanadi. Mana vasha odamlar o'rgansa bo'laveradi. Haqiqiy vasha odam ish qilsa-da mana kasallikni davolayman deb bozorda yig'ishtirib yuribdilar kasallarni ham. Bormi? Serap aka mana edi. Bozorda mana shu lider odam mana bozorda ancha tez chekka joyda savdosi bo'laveradi. Bunaqa odamlarni Alloh barakasini beraversa, halollikda ish katta deyiladi-ku. Xo'p. Asosan po'piga ekan bu yerda. Dubayni nech pul Dubay? 250 ming. 250 ming so'm. Narmi modami? Nar. Ishlagan. Teyin xudo xohlasa 250 ming so'm ekan. Moda berdi, xafa bo'ladi. Olib chiqib tashladi. Xo'p, hozir gap kelganimiz mana sal haqiqatda mazasi yo'qroq qo'shqab turibdi. Tuzalib ketadi xudo xohlasa. Xo'p, po'pigalar nech puldan bu yerda? Po'pigalar 70 mingdan donaga. Donaga 70 ming so'mdan. Kamicha kami, yo o'sha oxirgi narximi? 70 ming so'mdan narx aytilyapti po'pigaylarimizga. Xo'p. Angorka yo'q ekan mo'ljalda. Tugab qoldi angorkalarimiz bor edi. Angorka bor edi, tugadi. Yaxshi, xudo xolasa. Bu bozor yaxshimi savdosi? O'ydagilar tugadimi? Tugatordi, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar yana. Nomerlarni qo'yib ketaman, xudo xolasa. Sezon. Sezon, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. 91lik 342 60 69 aloqaga chiqaverasizlar. Bularda postoyanniy bo'ladi. Bo'lsa sotib olinaveradi ham, har qancha bo'lsa ham. Har qancha bo'lsa sotib olinadi. Maladoy nech pul bo'libdi maladoylar? 30 ming 35 ming prostoylar. 30 ming 35 ming prostoylarni olinayotgan narxi. Aloqaga chiqaverasizlar, nomer qoldirib qo'ydik, xudo xolasa. Bolvon nima gap? Zo'msan? Gavroz, ustoz o'g'illari. Bozoringiz bilsa, bir aylanib kelaylik. Xo'p, endi sekin bor. Bozor qarin eng chekka joyda o'zlarida. Alloh taolo nazarini solsa, xudo xolasa savdo bo'laveradi. Xo'p, endi keyingilardan ko'ramiz. Polvon nimaga? Zo'msan? Alaykum assalom. Maza yaxshimi? Telefon qildim o'tkaz apar, nomer qo'yganimizga. Sotdingmi? Gapro, sotilyapti ekan, nomer qoldirgan. Nech puli bu? 2 million. Qanaqa parodi u? Mini Pepsi 2 million so'm ekan. U rang o'zi shunaqa tushdimi yo kraska ekanmi? Rang o'zi shunaqa. Mini Pepsi 2 million so'm ekan puli. Po'pigacha? 120 mingga berib o'rladi. Moda ekan yo nar ekan. Nar ekan 120 mingga berib o'rladi. Kapadan shapkasi bor. Hop, Karellecha? 200 ming so'm. Karelle 200 ming. Hop, Pepsilecha? 400 ming so'm bu. Bu jupi 500 ming. 400 ming so'm mana yakkani o'zi, mana 500 ming so'm ekan. 500 ming. Hop, mana qanaqa paroda bilan? Bu jup 400 ming. Bu ekov jupmi? Atenda. Ekov ham moda. Puli nech pul? 200 mingdan 400 ming. Donasi 200 ming so'mdan. Ekov ham moda ekan bu. 200 ming so'mdan. Bucha bu nech pul? Mana ekov 400 ming so'm. Mana ekov 400 ming so'm ekan. Nargilar 350 ming so'mdan. Bu ekov jupmi? Farqini nimada? Farqini bilib ketingchi mana. Hammasi bir xil. To'xtab turib tushundim. Yo, o'zim. Farqini bilib kommentariyga yozib qo'yasizlar. Buni farqini. 50 ming so'm farq qilibdi. Men tushunaman, qolganlarga aytdim. Bular narxcha. Boshliq, assalomu alaykum. Hurmat. Assalomu alaykum. Barchaga tursin. Narxlarni bilaylik bularni. Pepsi'da qanchada? Pepsi'da 1,5 million. Jupi 1,5 million. Bular ishlagan-a?
ishlamagan tayyor uni dom berib turibdi ovqat. Tayyor, xudo xohlasa ishlab qoladi, dom berib turibdi ekan. Rubl necha TVdagi? TVdagi rubl ne? TVdagi razmerlar lutina deydi uni. Lutina? Ha, lutina. 3 yoshli nar 850 mi? 1 million, 4 oylik molada, moda bu. Moda. Modasi qimmat yuradi bularni. Moda qimmat. Hop, nomeringizni qo'yib qo'yamiz oxirida. Hop, mallecha mana babichkalar. Jupiter 150 ming so'm. Bular ishlagan-a? Yo'q, bu ham bo'libdi, tayyor. Tayyor, xudo xohlasa 450 ming so'mdan. Bular shunaqa TVdagilar, kapalarga yaxshi ekan. Yaxshi, xudo xohlasa 1 million 450 ming. Lemonlik 250 mingdan. Jupi 250 ming, radi shuni. Necha manucha? $100. Apalayni pul qildim. $50. $50 o'tkazganlar. Nomeringizni ayting. Nomerlarni qo'yib ketaman. Mana shu yerda pastda shunaqalar bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. 93lik. Ha, 91lik ekan. 350 1122. Xudo xohlasa aloqaga chiqaverasizlar, qo'ldan kelgancha o'rgatib, sotishga tayyorlari bor, olaverasizlar. Xo'p, mana bu bolaning nomerini qo'ymaymiz. O'ting nima edi sana? Abu Bakar. Nomeringni ayt. 99lik. 616 7007 7003 7003 aka bo'ldi, ash yetadi. Xo'p, bu nechi pul? 900 ming so'm. 900 ming so'm ekan. Xo'p, bularni hammasini kami bor aytilgan narxlarda. Xudo xohlasa, kamaytirib beradi, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bunda keyingilardan ko'ramiz. Chekadan xudo xohlasa qo'ldan kelganicha. Pepchilar bozorimiz yaxshi chiqibdi. Pepchilar ko'payib ketdi. Boqadigan bo'lib. Narxini ichib bilan o'qi. Sizdan emasmi? Bozorlarimizda yaxshi ko'payib ketdi. Pepchi asosan yaxshi. $250 achitdi ekan bu. Narxini boshqa bir xil qilib chiqazib qo'ydik. Aytilgan nomerga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xohlasa. Xo'p. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna. Ashira bedana bozordan ham adden bitta video qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'ldan kelgancha bu taraf ko'rsatdik. Endi bitta bedana bozordan adden bitta video qilib beramiz. Ko'pchilik bedanani so'radi. Bedanadan ham chiqasiz, bedanadan chiqasiz deb. Hozir mana shu kelishimga to'g'ri akalarimiz bedanadan bitta video qildi ishda. Inshaalloh bedanadan adden bitta video qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xudo xohlasa mana shu ular turgan joy Dakanga tayyor qafas aka, Dakan qafas aka. Hop. Aka. Bo'ldi, o'zi boshlaymiz bichakadan. Sog' bo'lasizlar, bichakadan boshladik. Obuna bo'lish, like bosish esdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar.